Shaharga keldim. Qarang. Odamlar qaynayapti. Как раз yurish davri, shanba. Yo'lni narigi betar remont ketyapti. Yo'lning bu tarafidan odamlar gavjum. Teatrga ham odamlar kirib mazza qilib dam olishyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz harakatda. Bu teatrga kirganlar bormi? Bekda passajirlarni olib borgandim, juda maqtashdi-da, teatr zo'r narsa, u narsa, bu narsa deb narxlab olsam, lekin dahshat turar ekan. Gostinitsa Ukraina oldida o'tiribmiz. Bugun o'yin bor ekan, futbol. Passajir bilan Arsenal. Kimga balet qilamiz? Kimga balet qilasizlar? Menga bunisi ham yoqmaydi. Endi Bavariya yutsin degandim. Bavariya o'yindan tezda tushib qopti. Endi hozir bugun Arsenal bilan PSG. Bo'pti. Unisiga ham bunisiga ham emas, Arsenal yutsin.